Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 28-iyun 2025-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablok seximizdan video joylayapmiz. Gazablok kanalimizga Gazabloklarimizni quyilish jarayoni. Bu quyilib hop deyarli g'isht holatiga kelib qotirishga tayyorlanayotgan jarayoni. Güzel holatda, xudo xohlasa chiqyapti. Bolalar ishlayapti, uzoq bo'lganlar. Muradilla, pudrasi ozgina 85 ga balandroq ekan-chi, pasaytiroq ekansan. Ha. Mana shu qo'shimchalarni aytib tursak, ular ham xursand bo'ladi. Mana shu chiqishi bo'ladi Gazabloklarning. Mana xudo xohlasa tashqaridagilarni ham metr qo'yib, Google qo'yib ko'rsatib beramiz. Akalar, mana bugun kecha bo'lib chiqqan ishlarimiz. Hozir mana qo'limizda Google va metr bor. Xohlagan bugun chiqqaniga ham, kecha chiqqaniga ham qaysi biriga bo'lsa ham qo'yib ko'rsatib bera olamiz. Avval Google'lar mana shu holatda. Ishlarimiz razmeri, tekisligi mana shu holatda. Xohlaganlaringga qo'yib beramiz. Tanlab qo'yish yo'q. Qaysi birini aytilsa, shunga qo'yib bera olamiz. Har tomonlama qo'yib beramiz. Google'larni hech qanday qiyshiq hop bunday bo'lgan joyi yo'q. Borini ko'rsatamiz. Hech qanday kesash, montaj ishlari bo'lmaydi. Bugun chiqqan ishlar bular. Razmerlari hammasiniki o'sha bir xilda. O'zini ham qo'yib beramiz. Razmerlar 20. Bu yoq 30. 20. Endi avvalroq chiqqan. 2 kun oldin chiqqan ishimiz bular. Qattiqligi hammasi zo'r joyida. Qattiqligi bemalol. Og'irligi 20 kilo oshiqroq. Akalar, kimga Gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Gazabloklarimiz sifati hop qo'shiladigan moddalar, qo'shiladigan xom ashyolar hammasi o'z joyida va chiroyli qilib qo'shilgan. Bemalol chiqarasizlar aloqaga. Hop. To'lovlar har xil. Yo'l bilan bor. Pul o'tkazish yo'li. Naqd pul, plastik karta. Xohlagan usullarda bor. Nasiyadan boshqa hammasi bor. Hammasini razmeri bir xil. Razmerlarga qo'yib beramiz. Kattakon rahmat hammanglarga. Kanalimiz ozgina rivoj uchun podpisatsiya bosib, like bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Qadrli yurtdoshlar, Namangan viloyati Chortoq tumanining Alixon qishlog'iga 16.400 so'mdan yetkazib beryapmiz.